bozordan qanday mollar olsangiz sizga tez foyda qoladi. Yangitdan tuqqan sigir juda ham qimmat bo'ladi. Mana bunday bolasi kattaroq, iloji bo'lsa novvoschali, yana sigir bo'g'oz bo'lsa, sizga rosa ham yaxshi foyda qoladi. Agar qarovsiz bo'lsa, arzonroqqa olasiz va yemishiga yaxshi qaraysiz. O'zini ham yaxshi bir yunglardan tozalaysiz. Yelinini tozalaysiz yunglardan. Novvoschaga ham kalsiy berasiz. Gijjalarga qarshi dori berasiz. Agar siz e'tibor bersangiz, mana bu novvoschani o'zidan olgan pulingizni chiqarib olasiz, sigir sizga sof foydaga qoladi. Qarang, mol homilador, 4 oylik homilador, bo'g'oz deylik, novvoschasi yana 4 oydan ketin siz yaxshi qarasangiz, sigirni ikkalasini puli bo'lib chiqadi. Agar novvoschani olib qolsangiz ham yo sigirni olib qolsangiz ham, ikkovidan ham yaxshigina foyda ko'rasiz. Har mol olganingizda shunisiga e'tibor bering, bozorda kavush qaytarib turgan bo'lsin. Shunda sog'lom bo'ladi. Bolasini ham emizdirib ko'ring. Agar bu bolasi begona molni bolasi ham bo'lishi mumkin. Bu tajribadan o'tgan. Har qanday molni olishdan oldin ena bola sigir buzoqni olishda buzog'ingizni emizib ko'ring. Sigir tepkich bo'lsa, arzon berayotgan bo'lsa, bu ham sizga foyda qoldiradi. Novvoschani to'ydirib emizdirasiz, onasini to'q buvoz qilib, qashlab, yuvosh qilib sotasiz. Agar siz yuvosh qila olsangiz, bu sizga arzonga tushadi. Faqatgina sizda mehr va mehnat. Yemni yaxshi berasiz, yemishni yaxshi berasiz, ikkoviga bittadan nuqta ham sotib olasiz. Ana sizga foyda. Pul topaman desangiz, daromad qilaman desangiz, mehnatidan qochmasangiz, parrandalar, mollar sizga yaxshigina foyda qoldiradi. Qo'y qo'zilar ham. Faqatgina mehnatidan qochmaslik kerak, ozgina mehr berish kerak. Videolarimda Instagram, Facebook, TikTok to'liq holatida esa YouTube kanalida kuzatib boring. Chorva haqida, parrandalarning hammasi haqida eng yaxshi ma'lumotlar mana shu kanalda. Profilimga kiring va ma'lumotlarni ko'rib chiqing, hech qachon yutqazmaysiz. Videolarni ko'rib sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yoqdi deb yozib qo'ying.